oldik. Haqiqatan topolmayapmiz degan narsalarni. Pulimizni qolmadi pochtaga. Barchaga assalomu alaykum. Bugun challenge'imizning birinchi kuni $100 bilan biznes boshlayman challenge'ini boshlagandik. Hozir bozorga keldik. Bozordan kerakli narsalarni olamiz va xudo xohlasa hamma jarayonni istoriyalarda ko'rsatib boramiz. Hozir chiqadim. Kirib oling. Yana berayım. Mana shunaqa paketlardan kerak. Yo'l korobkalar oldik. Hozir ikkita, chunki bizga faqatgina so'm kerak. Juda ham kam. Sanashib keltirgan. Pulimizni qolmadi pochtaga shuncha narsa oldik. Mana shuncha idish oldik. Pulimiz umuman tugadi. Ana $100 asar qolmadi, chunki shuncha narsalar oldik. Narsalarni olib keldim.